Bilaman, hamma pirojka tayyorlashni biladi. Lekin meni uslubimda tayyorlab ko'rsangiz, bitta o'tirishda yeb qo'yishlari aniq. Issiqroq bo'lgan 1 stakan suv va 1 stakan sut idishimizga quyib olamiz. Tuz, shakar, dro'ja, 1 osh qoshiq mayonez va 1 choy qoshiq uksuzni solib, yaxshilab aralashtirib, ustidan ozdan un solib, oxirida ozgina yog' solib, qo'lga yopishadigan xamir qilamiz. Xamir yaxshilab oshib chiqishi uchun issiqroq joyga qo'yamiz. Xamirimiz oshgunigacha kartoshka pyureni tayyorlab olamiz. Videoda ko'rsatilgandek qilib, kartoshkamizni pishirib olib, tuz, sut, sariyog'imizni solib, yaxshilab ezib olamiz. 2 emas, 3 barobarga oshib chiqqan xamirimizni qo'llarimizni yog'lab, 50 grammdan zivolachalarga bo'lib olamiz. Salafan sochiqlarimizni ustidan yopib, ozgina dam oldiramiz. 15 minut o'tgandan keyin qo'llarimizni yog'lab, xamirlarimizni ochib, 1 osh qoshiqdan pyuremizdan solib, videoda ko'rsatilgandek qilib bukib olamiz. Qozonga yog'ni quyib qiziguncha, stol ustini ozgina yog'lab olib, pirojkalarimizni ozgina yoyib, qozonga solamiz. Qoshiq yordamida pirojkalarimizni ustidan yog'dan quyib tursak, do'mboqqina bo'lib chiqadi. Pirojkalarimizni o'rta olovda oldi-orqasini qizartirib pishirib olamiz. Pirojkalar tayyor. Retsept sizlarga yoqqan bo'lsa, videoni saqlab olib, do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Like bosib, menga obuna bo'lishni unutmang.